Termiz shahridagi kurash majmuasida qo'l jangi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Musobaqada viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari hamda qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston respublikalaridan sportchilar o'zlarining mahoratlarini namoyish qilishdi. Bellashuvlarda 100 dan ortiq sportchilar ishtirok etdilar. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'tkazilgan bellashuvning ochilish marosimida bugungi kunda yurtimizda sportga katta e'tibor qaratilayotganligi ta'kidlandi. Ishtirokchilarning zafarli odimlariga omad tilandi. Shundan so'ng musobaqaga keng o'rin berildi. Bellashuv havaskor hamda professional sportchilar o'rtasida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarning chiqishlarini respublika hamda xalqaro toifadagi malakali hakamlar guruhi baholab borishdi. Xotira turniri o'tkazilyapti. Ushbu xotira turnirida professionallar o'rtasidagi musobaqa o'tkazilyapti. Bu professional o'rtasidagi musobaqada Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston va qo'shni Afg'oniston respublikasidan sportchilarimiz qatnashyapti. 5 ta vazn toifasida professionallar, 8 ta vazn toifasida havaskor sportchilar qatnashyapti. Ushbu musobaqa Xalqaro qo'l jangi federatsiya qoidalari asosiga o'tkazilyapti. Baholash prinsiplari ball yoki 2 ball va 1 ballik sistema asosida baholab borilyapti. Yakka kurash sport turlari orasida o'z jozibadorligi, murosasizligi va shiddati bilan alohida ajralib turadigan qo'l jangi bo'yicha viloyatda ham sezilarli yutuqlar qayd etilmoqda. Ayni paytda vohada 1000 ga yaqin yosh ushbu sport turi bilan muntazam shug'ullanmoqda. Respublika miqyosidagi chempionatlar, xalqaro turnirlarda surxondaryolik sportchilar yurtimiz sharafini munosib himoya qilyapti. Muhim nomdor sportchilarimiz ortidan yosh iste'dod egalari munosib izdosh sifatida yetishib chiqmoqda. Termiz shahrida o'tkazilgan musobaqa ham viloyat terma jamoasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bellashuvlarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan sportchilar terma jamoaga saralanib, respublika chempionatiga ishtirok etish uchun hozirlik ko'radi. Shu bois bahslar keskin kurashlarga boy tarzda o'tdi. Qiziqarli kechgan musobaqa yakunida g'oliblarga diplom, medal hamda esdalik sovg'alar topshirildi.